Meni senlamang dedi. Chunki meni otam ham senlamaydi dedi. Alloh rahmat qilsin, solih odam edi. Juda ko'pchilikning hidoyatiga sabab bo'lib ketgan edi. Alloh rahmat qilsin. Safar qiladi odam, 5 kun, 10 kun uzoq bo'ladi. Farzandlarini sog'inadi. O'g'lini sog'inadi, qizini sog'inadi. Alloh taolo siz bilan bizni mana shunday qilib yaratgan. Farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz, sog'inamiz. Ammo kishi ko'chadagi ishi bilan ovora bo'lib oilasiga vaqt ochmaydi. Bir kunchi shart yig'ishtiring ishni o'lib ketsin. Shunday bir peshin bo'lmasdan uyga kelingda bolalarga o'tiringlar mashinaga, bir aylanib kelamiz endi. Bo'lganmi bir marta shunaqa narsa? Shart do'konda yopdingiz, janini olsin, bir gap bo'lar. Shart mashinaga o'tirib, yuringlar bora, bir aylantirib kelaman sizlarni. Bugun kechgacha bir aylantirib keldingiz. Zo'r bo'lganmi? Kim xursand bo'lgan bundan, bilasizmi? Siz o'zingiz ko'proq xursand bo'lasiz. Chunki bolalar his qiladi, biz kerak ekanmiz otamizga. Otamiz bizni tarbiyamiz bilan yoki bizga e'tibori bor ekan deb turib, bolalarni bosh osmonga umrini oxirigacha esdan chiqarmaydi. Umridan oxirigacha esdan chiqarmaydi. Lekin unaqa yo'q. Mana shu 1000 ta odamdan bitta odam qo'l ko'tardi mana. Ish. To'rtta devorning ichida o'tiribdi. Toza havoga chiqdi, yuguradi, o'ynaydi. Shu oddiy ish bilan bolangizni qalbidan juda bir yuqori joydan joy oldingiz. Va bu qilgan ishingiz dunyoviy ish hisoblanmaydi. Oxirat uchun bo'ladi. Oxirat uchun. Mana qilib ko'ringlar-da. Shart olib borib keling-da, o'zingiz qanaqa saodatni his qilganingizni ko'rasiz. Maza qilasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizdan ko'ra birodarlar ishi tashvishi ko'p bo'lgan zot. Qarang, risolatni insoniyatga yetish kerak bo'lgan Allohning omonatdori, vahiyning egasi bo'lgan zot uyga kelardida, 4 oyoqlab turib berardi. Nabiralari Hasan va Husayn yelkasiga minib, payg'ambarimiz ot bo'lib, tuya bo'lib ularni ko'tarib yurardi. Endi qo'l ko'tarib qo'yinglar. Nevaralarni yoki bolalarga shunaqa berib, turib yelkasiga ko'tarib ot bo'lib berganlar. Maşallah. Bunaqalar ko'proq ekan, alhamdulillah. Bu arzonroq bu. Ish tashab kelishdan ko'ra yengil, lekin shuni ham qilmagan ekan ko'pchilik. Bak. Dada o'ynaylik deydi. To'rga kirgan bolangiz. Bak deysiz, abar. Olib chiqmayman deysiz. Endi qayoqdan sizni yaxshi ko'rsin bu? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bitta hayotimizdagi ishda ibrat bo'lgan zot yelkasiga, kuragiga, beliga o'tkazib, 4 oyoqlab yurib, tasavvur qiling Muhammad alayhisalomni. Ni'mal jamalu jamalukuma, ni'mal hamalani antuma. Tuyalaringiz naqadar yaxshi tuya va ikkingiz naqadar yaxshi minutsizlar deb ko'tarib yurardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lida bolasini ushlab turib namoz o'qiganligi haqida rivoyatlar bor. Rasululloh sajda qilib turganida mana shu nabiralardan bittasi kelib yelkasiga o'tirib olganida imom bo'lib o'qiyapti payg'ambarimiz namozda. Rasululloh sajdadan turmasdan turaveradi. Sahobalar turishaveradi sajdadan. Uzoq bo'lib ketdi. Shunda sahobalardan bittasi kallan ko'tarib bunday qaraydi. Nima gap keldi? Qarasa Rasulullohning yelkasida nabirasi o'tiribdi. Sajda qilgan holida. Nabiram yelkamga minib oldi, to o'zi qonib tushmaguncha dedi, bezovta qilishni xohlamadim deyapti. Qaysi ishda? Namoz o'qiyotganda qaranglar birodarlar, farzand tarbiyasi shunaqa muhim ekanki, Rasululloh namozini nima qilyapti? Cho'zib olsa cho'zib oryaptiki, lekin nabirasini ko'nglini sindirmayapti. Ya'ni ham biz bolalarimiz yuribdi-da. Meni bir birodarim bo'lardi, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi. Otasi sizlab gapirardi shu bolam. Ko'chada shu birov bilan muomala qilsa, haligi o'ziga uvereniy bola edi, senlasa aytardi.